Aka salom. Men bugun juda ham xursandman, chunki nahotki aspiranturaga yoki hozir zamon ekvivalenti PhDga kirish imtihonini topshirib bo'ldim. Imtihon topshirish jarayoni va protsedurasi haqida sizlarga aytib bermoqchidim. Va deyarli 100% aniq bilamanki, men aytmoqchiman narsa haqida ko'p odamga yoqmaydi. Lekin gapim yolg'on emas. Agar miyangiz yaxshi ishlasa, sizlar to'g'ri xohlasini qila olasizlar. Xo'sh, vaziyatimni eng muhim narsadan boshlamoqchidim. Gap shundaki, 1999-yildan boshlab kimyo sahnasida o'qishim davomishi haqida ko'p o'ylamoqdaman. Lekin har xil sabab uchun buni oxirigacha amalga oshirib olmadim. Lekin bu yilda aprel oyida man Milliy universitet kimyo fakultetiga borib, bu imkoniyat haqida biladigan odamdan so'radim. Ular menga batafsil ma'lumot dekanatda berishdi va bilib oldimki, eng birinchi sharti ingliz tili bo'yicha milliy imtihon topshirish kerak ekan. Xo'sh, mayli. Buni eshitganimda men xursand edim, albatta, chunki men uchun ingliz tili imtihon topshirish qiyin emas. Bundan tashqari yana qanaqadir imtihon topshirish kerak bo'ladimi deb so'radim. Yo'q deyishdi. Albatta, shunaqa javobni eshitib men hayron bo'ldim. Mayli deb mayli deb ketdim. Ketib qoldim. Albatta, kafedra mudiri kabinetiga kirib, ular bilan gaplashdim. Xo'p dedilar, ko'raylik. Lekin siz mana bu va shu narsalarni bajarib, kvant kimyo bo'yicha tayyor bo'ling, chunki menimcha bilimingiz chuqur emas dedilar. Afsuski, gap to'g'ri edi. Shuning uchun men iyun oyidan boshlab kvant nazariya haqida ko'p o'qidim. Har xil topshiriqlarni yechdim, videolarni tomosha qildim. Xullas, mana shu yo'nalish bo'yicha o'zim o'qidim. Ba'zan u yoqqa borib, kafedrasida ishlaydigan odamlardan yordam berishni so'radim. Hammasi chotki joyida edi. Даже shunaqa aytardim, qanaqadir jadval bo'yicha hammasi o'tayotgan edi. Lekin bir kuni to'satga shu kafedra mudiri menga aytyaptilar: "Ha, yaqin kunlarda imtihon yoki suhbat o'tkaziladi, bilasanmi?" "Voy," dedim, "qanaqa imtihon?" "Qo'rqma," dedilar. "Bu oddiy suhbat bo'ladi. Biza sen bilan hayot haqida gaplashamiz." Da, mayli. Xo'sh, albatta mening kayfiyatim buzildi, chunki boshqa kimyo turlariga qaraganda fizическая kimyo eng qiyin. Nimaga bilasizlarmi? Chunki bu fanda kimyo o'zi toza kimyo kam. O'rniga ko'p fizika va fizikadan ko'proq oliy matematika bor. Har xil tenglamalar, differensial tenglamalar, integrallar. В общем, ko'p yaxshi super narsalar bor, lekin matematikadan olingan. Shu kundan beri men imtihonga topshirishni boshladim. Albatta, tushunarli 8 kun ichida barcha kursni yangilash oson emas. Ko'p uxlamasdan kitoblarni o'qidim, formula chiqarishni, har xil matematik usullarini ishlatib yozdim. Keyingi kuni barvaqt turib, nonushta yeb, man kecha yozgan materialni takrorladim. Imtihonda berilgan savolga javob bermasligidan qo'rqdim, albatta. Sharmanda bo'lardi deb o'yladim. O'zingiz tasavvur qiling. Man yaxshi muloqot qilmoqdaman ular bilan. Ularda men haqimda yaxshi taassurot bor. Mayli, balki yaxshi. Shuning uchun javob bermasam, uyat bo'ladi. Boshqacha aytganda, bu qo'shimcha stress menga edi, rostdan. Mayli, nihoyat imtihon kuni e'lon qilishdi. Har kuni bizga anaqa qanaqa ma'lumot berishdi, tam Instagram kanali orqali. Shu kuni uydan chiqib, avtobusga bekatga bordim. Yurayotganimda albatta imtihon topshirish haqida ko'p o'yladim. Avtobusda главное, так интересно, да, qiziq narsa, ko'p qizlar o'tirib daftarda yozilgan konspektni o'qiyotgan ko'p edi. Balki ular ham anaqa imtihon topshirishga ketishyapti deb o'yladim.
Ну, ularga qarab man тоже anaqa kitobni paketdan olib o'qishni boshladim, lekin nimagadir sezdimki, kallamga hech qanaqa narsa hech narsa kirmayotgan edi. E, natijada yetib keldim, avtobusdan tushib qoldim, sekin fakultetgacha yurdim. Shu binosi 3-qavatda ko'p topshiriqchilar уже mendan oldin kelib qolishdi. Man tushundimki, ular bir-birini yaxshi biladi. Tushunarli, chunki ular hammasi shu universitetdan bitirishdi. Bitib man o'zim tashqaridan как бы kirgan begona odamman, chunki man boshqa institutdan bitirdim. Gapirish mumkin emas, hammamiz asabiylashdik. Sezilganki, kelayotgan imtihon yoki suhbat o'tishga oson bo'lmaydi. Taxminan 15 minutdan keyin imtihon nazoratchilar ro'yxat bo'yicha topshiruvchilarni taklif qilishni boshladi. Har birimiz ketma ket pasportimiz qo'lida imzo qo'yib auditorlarga o'tdik. Hech qanaqa davka mavka bo'lmagan, hammasi cho'kka edi. Man o'ng qatorda ochiq oyna yonida o'tirdim. Hammamiz bir birimizga qaradik, salom berdik, lekin hech qanaqa suhbat o'xshamadi. Tushunarli nimaga? Natijada kafedra mudiri va yana ikkita o'qituvchilar xonaga kirib stolda o'tirdi. Domla turib bizga imtihon topshirish qoidalari haqida tushuntirib berdilar. Keyin bir qiz imtihon chiptalarini muhrlangan konvertda olib kirdi. Imtihon komissiya rahbari uni ochishga oramizdan bir odamni taklif qildilar. Bitta qiz turib chiqib ochdi va shu biletlarni stolda qo'yib qo'ydi. Keyin har birimiz turib o'zimizning biletni tanlab imzo qo'yib stolimizga qaytardik. Maniki 15-chi edi. To'rtta savol: birinchi entropiya haqida, ikkinchisi qo'shili elektrolit nazariyasi haqida edi, uchinchisi ikki komponent fazli muvozanat edi, to'rtinchisi Fullerin haqida. Voy, Fullerin. Xo'sh, mayli. Bayram boshlandi. Man tez yozib boshladim, chunki Xudoga shukur man bu materialni bildim, o'qigan edim bu haqida, lekin to'g'risi aytsam, Follen haqida ko'p man bilmadim. Mayli, xo'sh, har birimizga bitta varaq pechat va rahbar shaxsiy imzosi bilan berishdi, lekin manga albatta bu yetmadi. Yana bittasini so'radim, berishdi. Natijada taxminan bir soatdan keyin domla bo'la qolinglar dedilar. Javob berishga vaqt keldi, lekin hech kim albatta birinchi bo'lmoqchi emas edi. Как говорится, дураков нет, да? Mayli deb o'yladim. Zelenskiy manga qarayaptilar. Ha, Zelenskiy, давай, manimcha sen juda ko'p narsa yozib olsan, давай, chiq, qolgan narsani bitta o'tirib javob berasan dedilar. No, mayli, boshqa iloji yo'li yo'q edi. Man turib narsalarni olib ular ro'parasidan o'tirdim. Lekin nimagadir bitta o'qituvchi turib boshqa joyga oziqlashdilar. Ketmang dedim ularga, lekin menga tushuntirib berishdiki, bo'la mening ilmiy rahbarim bo'lishi mumkin. Shu tufayli obyektiv baholash uchun ular qatnashmas ekan. Mayli, вот shu lahzada man tushundimki, hammasi judayam jiddiy bo'ladi, judayam jiddiy. Bundan oldin ham shunaqa o'yladim, но shu momentda xuddi shunaqa sezdim. Mayli, manga savollar bilan otishdi. Voy, tavba. Boshida necha qilayotganim uchun hali xato qilib javob berdim, lekin natijada o'zimga xalal dedim. Xudoga shukur, keyin normalniroq javoblarim chiqdi. Man yana qanaqadir hujjat varog'ida imzo qo'yib chiqdim. O'ziqi ketmanglar deyishdi. Chunki Zultaranni bilib olishga anaqa kirasizlar yana bir marta. Xo'sh, mayli, mendan keyin yana bitta qiz chiqdi. Man undan so'radim, nimaga kimyo fakultet binosida o'tkazilmayapti bu imtihon? Chunki bu yerda ko'p yaxshi ishlaydigan kameralar bor. Ular orqali nazorat qilinyapti sentrda. Shuning uchun hech qanaqa imkoniyat ham spetsnaz yoki spargata ishlashi yo'q umuman. Xo'p. Mayli, keyin anaqa bizani chaqirishdi, ruxsatimizni e'lon qilishdi.
man tushundimki, bu oliy o'quv yurtida haqiqiy o'qish jarayoni bo'lyapti. Ya'ni hech qanaqa pora mora tanish bo'lish o'tmaydi. Вот что. Nimaga bu haqida ko'p gapirmasdan so'rash. Kстати, да, man 92 oldim yuzdan. Rahmat. Nimaga bu haqida ko'p gapirmasdan so'rashingiz mumkin? Javobim shunaqa bo'ladi. Hozirgi payti bu yaxshi, ну, как бы hammamiz bilamizkida, hozirgi paytda juda yam ko'p xususiy o'quv yurtlari paydo bo'ldi. Ko'proq pul topishga ularda kirish imtihoni yoki umuman o'tkazilmaydi yoki palachka uchun bor. Ya'ni yetishga juda ham oson narsalar berishadi. Там типа, ну, masalan 2+2 asosiy qabul qilish faktori bu pul. Agar odamda o'qishga yetarli pul miqdori topilsa, uni zavq bilan qabul qilishadi, zavq bilan. Voy rahmat, siz shunaqa odamsiz, shunaqa juda super puper odamsiz gapirib qabul qilishadi. Lekin shunaqa talaba backgroundi deyarli 0,0. Nimaga? Chunki no, natijada yangi ancha tushunishga, keyinroq ma'lumot olishga kalasida fundamenti yo'q. Qanaqa spetsialist natijada chiqadi? Ha, qo'lida diplomi bo'ladi, lekin hammasi tushunarli. Man aytmoqchimanki, bu milliy universitetda xudiga shukur hali haqiqiy o'qituvchilar bor. Haqiqiy. Ular talablaridan yaxshi o'qishni talab qilishyapti. Man o'zim buni ko'rib qoldim. O'zim bu protsedura orqali o'tdim, xudoga shukur. Savolim shunaqa: kim xususiy universitetga kirmoqchi? Yoki yaxshi bilinganki, hozir ko'p odam nimagadir chet tilda o'qimoqchi, lekin nimagadir deyapman. Bu sababi tushunarli nimaga? Chunki mehnat qilish kerak emas, o'qish kerak emas. Pul. Pul bo'lsa, san talabasan, bo'ldi. Как-то g'alati narsa bo'lyapti-da. Man o'zim 77-yilda tug'ilgan edim. Albatta man ittifoq payti o'qidim, xudoga shukur. Shu payti yoki universitetga yoki institutga kirishga odam mehnat qilish kerak edi. Ko'p o'qigan, ko'p o'qish kerak edi. Там yoki repetitorga borish yoki подготовительный anaqa нулевой kursda qatnashish kerak edi. Просто так anaqa bo'lmadi. Просто так bo'lmadi. Hozir hamma odamga как бы eshik ochiq turadi. Hammaga aytganimda, я имею в виду, как бы mehnatkor emas. Manimcha bu g'alati narsa. Balki shuning uchun yurtimizda такой крутой rivojlanish bo'lmayapti, ko'rinmayapti. Afsuski, ko'rinmayapti. Xo'sh, mayli. Gapimga e'tibor berganingiz uchun rahmat. Tushunarliki, o'zbek tili menga ona til emas. Shuning uchun men xato qilib gapirdim hozir. Uzr so'raman. No, umid qilamanki, gapim tushunarli bo'ldi sizlarga. Rahmat kattakon. Omad. Hammamizga omad yor bo'lsin. Rahmat.